Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkent Moskva yo'nalish bo'yicha ketayotgan avtobuslarimiz ko'rishingiz mumkin. Davlat tomonidan qonuniy avtobuslarimiz faqat Qo'yliqdan chiqib boradi aziz yurtdoshlar. Kimdagi biz bilan bog'lanib ketish istagida bo'lsa, 7-aprel kuni aksiya e'lon qildik. Narxlari 750 ming so'mdan keladi. Bizda har 12-15 kunlik skidkada qatnashib qolish uchun bizni kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizga podpiska bo'lib qo'ysanglar, har kuni videolarimizni ko'rib borasizlar. Reyslarimiz Toshkent Moskva dushanba, seshanba, payshanba va juma haftada so'rmoqda. Abigalar tanlovda adashmanglar, Primo Qo'yliqda reyslarimiz amalga oshadi. Qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarimiz xizmat qiladi, avtobus holatini va klientlar qanday ketyapti, nech pul biletga nech pul berganlar fikrini eshitib borasizlar va ko'rib ham borasizlar. Aziz yurtdoshlar, bizga kelgandan keyin bizda qo'shimcha qo'shtirish, shu avtobusga mingandan keyin boshqa avtobusga peresadka, granitsadan o'tgandan keyin boshqa avtobusga peresadkalar bo'lmaydi. Sababi bu davlat avtobusi, o'tirdingiz, bilet orqali amalga oshirasiz. Telefon qilinglar, bog'lanaverasizlar.